necha boshlasak bo'ladi? Bu nechinchi bo'ladi? 2 bo'lar ekan. Bu yerda necha bo'lar ekan? O'sha 2. Mana int 1 bo'ladi. Float yo'q. Bu 2 bo'lyapti. Bu 3, 4, 5 ta. Ikkinchi narsalarda 5 darsga bo'lib o'tirganmiz. Nima deyman? Intga bitta alohida o'sha floatga, stringga, boltga alohida qilib o'tmasak, tushunish qiyin. Boshida o'rganayotganiga nimaligini o'zi nimaga biz bilib olish kerak. Bu dasturlash nima kod yozish bir bala. Buni intaliklarda yodlab olish shart emas. Sizlar notebooklarning bo'lsa ko'piradi. Uni paycharimga kirib turib har kuni mana shu intervyularda paycharimga kirib shug'ullanib turish kerak. Har xil narsa Python narsa kirib turib masalan cmd mana endi qat'iy Python bo'lish kerak. Python bor ekan. Mana masalan int masalan 15 biting 56 masalan mana print alohida dars qilamiz. Bu ichiga tashqarisi qoladi. Plus b qilamiz. Yana joy 71. Shuni har kuni o'sha 5 kamida yarim soat bo'lsa ham shuni takrorlab turib har xil bo'lish qilsangiz bo'ladi. Masalan chiqib bo'lmaydi. B shuni qilamiz. Yo'q. Ko'paytirib qilamiz. Print ko'paytirib b qilamiz. Mana 8 har kuni shuncha har xil ishoralar almashtirib qilib tursalar mana shu eslangda qoladi. Keyin bo'ldi ekan shu o'rganib bo'ldim demasdan yana yana bir haftadan keyin o'tib turib yana takrorlab, shundan keyin 2 haftadan keyin yana o'tib takrorlab qilsalar, mana shu 3 hafta, mana shu 1 hafta keyin 2 hafta keyin 3 hafta qilsalar eslaringda qoladi. Nima o'yda takrorlashalik qilish shart emas. Mana endi nima? Biz bu yerdan eng oson o'rganish uchun kerak emas. Chidab qolibdi. Aytdim boshida tortayotganda mana shu paychani tortayotganda Pro bilan alohida oddiy versiyasi turardi, hozir chiqib qolibdi. Bu yerda men Pro tortilib qolibman, bilmayman hozir. Mana haligi kiramiz. Men ChatGPTda mana Pythonda int nima, u qanday vazifalar bajaradi, u qayerda ishlaydi. Mana int o'zi nima degan bilib olganmiz. Mana int butun son, integer tipiga kirar ekan, ya'ni 0, 1, 2, 10 va -5 va 1000 kabi virgulli yoki kasrsiz qismi yo'q sonlar kirar ekan. Kasrsiz -5 shunaqa -6, 1000 yoshdan ketib butun sonlar o'sha intga kirar ekan. Int nima? Int butun bu Pythonda butun sonlarning saqlaydigan ma'lumot turiga kirar ekan. Int bu Pythonda butun sonlarni saqlaydigan ma'lumot turi.
Mana misol keladi, yosh 17, raqam 25, son 100. Bu o'zgaruvchilar barchasi int tipida kirar ekan. Int qanday vazifani bajaradi? Int odatiy matematik va hisob kitoblar uchun ishlatiladi. O'sha kalkulyator uchun oddiy telefonimizda kalkulyator ishlatyapmiz. O'sha yerda int ishlatilgan ekan. U to'g'ri ular Pythonda yozilmagan-u, boshqa o'sha dasturlash tillarida o'sha int yozilgan matematik hisob va kitoblar uchun mana takrorlashlar loops takrorlashlar ekan. If in range of mana shuni ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz. Tushunmadimmi jami? Bilmadim, tushunmadim bunga. Mana indeks saralash tartibi va bir chekiragicha ism bek print ism bir indeks indeks saralash tartibi shartlar hamma endi yoshdan keyin har doim maniga yosh keyin 18 if yosh 18 dan print ruxsat beriladi. Int qayerlarda dasturning sanash va tartiblash. Mana int qayerlarda ishlatadi. Bu yerlarda mana stop qilib o'zlaring mana int qanday vazifani bajaradi bir yozib stop qilib yoza olishni maslahat beraman. Men har darsda yozib olyapman. Keyin shu dars o'talik bo'lib ketdi. Sekin chiqdi. Mazamni berib int qayerlarda ishlatiladi? Dasturlash va dasturdagi sanash va tartiblash foydalanuvchi yoshini soni kiritilganda server portlarida 80 443 o'yinlarda bali jon level o'shalarda ishlatilar ekan. Int loblar for loblarda for loblar mana yerda ko'rdik. Qayerda ko'rdik lob mana shuni misol 1 2 3 ketma-ketliklarda yoziladiganlarda o'sha matematik formulalarda qisqa xulosa ekan va tip non butun son int misol uchun o'sha 5 ming so'm 100 qayerlarda hisob kitob sanash shartlarda va for looplarda float nima string nima list ham shu tarzda sodda qilib berayman. Albatta. Darsimiz shu yerda menimcha bo'ladi. Qancha bo'lib qoldi o'zi? O'zi 10 minut bo'lib qoldi. Ancha cho'zilib ketibdi. 3-darsda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr.